Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishlikdagi baraka, sunnatni ushlashlikdagi baraka. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Banu Mustaliq g'azotidan Madinaga qaytib kelar ekanlar, qo'shini bilan Vodil Aqiqda to'xtadilar. Ya'ni shu yerda tunashadi, tong yotgandan keyin Madinaga kirishadi. Madinaga kirishlikdan avval to'xtaladigan oxirgi o'rin. Bu qo'shinda ichida Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhu ham bor edi. U aytadiki, Abdulloh ibn Ravoha bilan birga edim. Qo'shin to'xtadi. Abdulloh ibn Ravoha so'rayapti, Rasululloh qayerda ekanlar? Unga qo'shinning avvalida ekan, yotib uxlayapti ekanlar deyishdi. Shunda Ibn Ravoha aytdiki, "Ey Jobir, ozgina qoldi. Bu yerda uxlamasdan uyimizga bormaymizmi? Uyimizda tunolmaymizmi?" Jobir roziyallohu anhu, "Ey Abdulloh" dedi,